U 7 yoshda, lekin allaqachon dunyo moda olamini yangi genial talanti bo'lishi mumkin. Uning ismi Max Alexander. Hali 7 yoshda, ammo u modada millionlab odamlarni lol qoldirmoqda. Qachonki tengdoshlari telefon, kompyuter yoki o'yinchoq bilan vaqt o'tkazayotganda, Max yorqin liboslar tikish bilan ovora. Tasavvur qiling, 4 yoshdayoq u ota-onasiga dizayn bo'lishini aytgan. Ortidan esa 5 yoshida o'zining hovlisida do'stlarini model qilib, o'zining ilk modalar namoyishini o'tkazgan. U allaqachon opasiga kimono, buvisiga palto va maktabdagi do'stlariga ajoyib kiyimlarni tikib bergan. Buning uchun u hech qanday kursga yoki shablonlarga amal qilmagan. Faqat mato, qaychi va o'zining fantaziyasi. Bu go'yo sehr. U birinchi tikuv mashinasini kapilkaga to'plagan pullaridan sotib olgan. Bugun esa uning xonasi mini ustaxonaga aylangan va 3 milliondan ortiq obunachilarga ega. Eng qizig'i, unga Adele, Celine Dion va hatto Pamela Anderson ham obuna bo'lgan. Ko'pchilik esa uni buyuk geniylardan biri qayta tug'ilishi deb atayapti. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Bu tug'ma talantmi yoki qiziqishlar natijasimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.